Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlar o'rtasida sportning parashaxmat turi bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi boshlig'i kubogi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Parashaxmat musobaqasi imkoniyati cheklangan yoshlar uchun o'z salohiyatini namoyon qilish maydoniga aylandi. Ushbu bellashuvlarda mahallalarda istiqomat qiluvchi 16-30 yoshli 100 nafarga yaqin yosh ishtirok etdi. Bellashuvlar xalqaro talablarga mos ravishda shvetsarcha tizim asosida 5 turda tashkil etildi. Ochilish marosimida so'zga chiqqanlar yurtimizda shaxmat sportiga qaratilayotgan yuksak e'tibor, ayniqsa sportchilar uchun yaratilayotgan keng sharoitlarga alohida to'xtalishdi. Bu shaxmat turnirlari har yili o'tkazilib kelinmoqda. O'tgan yillardan nisbatan mana bu yil yanada o'sha yoshlarimizni qiziqishlari juda ham ko'proq bo'ldi. Yildan yilga imkoniyati cheklangan yoshlarimizga yanada e'tibor berilib, tumanlarda, mahallalardan o'sha yoshlarimizni saralab jalb qilganmiz. Shaxmatga g'olib bo'lish uchun keldim. 4 yildan beri qiziqaman. 2 marta Osiyo chempion bo'ldim. 15 davlat ichidan ikkinchi o'rin olganman. Kelajakda jahon chempion bo'laman. Xulosa qilib aytganda, bu kabi parashaxmat musobaqalari yoshlarning nafaqat aqliy, balki ijtimoiy va psixologik rivoj uchun muhim vosita hisoblanadi. Yakunda g'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandi. Ushbu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturimiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.